mana. Model kelmadimi? Qani o'zi model? Assalomu alaykum, men siz yoningizga kelgandim. Va alaykum assalom. Siz kimsiz? Model. Bo'ldi, kira qoling tezroq. Qani boshladik-a unda? Voy, tushunmadim. Menga boshqa model chaqirganmiding? Yo'q, shularda. Jo'natgan rasmim effekt bilan edim. Filtr deng. Mayli, tabiiy qizlarni o'zgartirib berishni rosa yaxshi ko'raman. Ish qilib uydagilar ruxsat bergandan keyin o'chirib yuboring degan gap bo'lmaydimi? Ha, hammalar ruxsat berishgan. Bemalol olavering. Xo'p, sochchi nima qilsak ekan, ha? Voy, oyizlar qilyaptilar. O'chirib qo'yavering. Voy, o'zi uydagilaringiz biladimi bu yoqqa kelishingizni? Bo'ldi, modelimiz tayyor, syomkani boshlaymiz. Chiroyli tushib berasiz, xo'p? Kim u? Nafosat stilist shodami? Modellikka qizim kelaman degandi. Ha, men hozir syomkamizni tugatib olaylik, gaplashamiz. O'tirib turing. Xo'p. Suv keladi mo'ridan, yor yorone, mo'rida ham naridan. Hech qanaqa video olinmaydi. Bizga ruxsat deb aytganlar-yu, unda rasxodni to'laysiz. Necha pul to'lashim kerak? $500. Hozir men sizlarga ko'rsataman $500. Mana Как раз o'zim yaratgan texnikada makiyaj qildim. Makiyajimiz umuman oqmaydi, xavotir olmanglar. Mana, ko'rdinglarmi? Endi ham syomkani davom ettiramiz. makiyaji rostdan ham oqmadi. Mayli, dadangni bir amallab ko'ndiramiz. Probni deb hisoblayvering. To'yga baribir oldingizga kelar ekanmiz. Mana bu boshqa gap. Yur qizim.